O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qishloq va suv xo'jaligi uchun muhandis kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Bugungi davr shiddatda har bir davlat oldiga ko'plab dolzarb masalalar qatori qishloq va suv xo'jaligini hozirgi o'zgaruvchan dunyo talablariga mos holda takomillashtirish vazifasini ko'ndalang qo'ymoqda. Ushbu sohalar nafaqat iqtisodiyot tarmoqlari, balki davlatning butun taraqqiyotini ifoda etuvchi yo'nalishlar hisoblanadi. Puxta o'ylangan agrar va suv xo'jaligi siyosati mamlakatning jahon bozoridagi raqobatbardoshligini oshiradi, oziq-ovqat ta'minotida barqaror tizimni shakllantiradi hamda iqlim o'zgarishidan tortib aholining o'sishigacha bo'lgan global muammo va masalalarni samarali hal rag'bat beradi. Bu boradagi izchil va tizimli chora-tadbirlar qayd etilganidek iqtisodiyotning jadal rivojlanishiga, hududlarning barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi. Yana bir muhim jihati ushbu tarmoqlar orqali mamlakatning oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanadi. Qishloq va suv xo'jaligida bilimli va malakali muhandis kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish sohaga doir strategiyani hayotga muvaffaqiyatli tatbiq etishning asosiy omilidir. Boshqacha aytganda, gidrotexnik muhandislar, agromuhandislar, irrigatsiya va suv resurslari bo'yicha mutaxassislar kabi kasb egalarining yangi avlodi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, suv resurslaridan oqilona foydalanish va qishloq xo'jaligida ishlab chiqarish samaradorligini oshirish jarayonlarida asosiy kuch hisoblanadi. Yondashuvlarni bugungi kun talablariga moslashtirish, shu jihatdan aytganda, suv resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish, irrigatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish, hosildorlikni oshirish, agrar sohani iqlim o'zgarishlariga mos ravishda rivojlantirish imkonini beradi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, soha uchun mutaxassislar tayyorlash tizimiga e'tiborni oshirish tarmoq rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Niderlandiyada agrar universitetlar va ilmiy tadqiqot markazlarining tizimli faoliyati natijasida yer resurslari juda cheklangan bo'lishiga qaramasdan, mamlakat dunyodagi yirik qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportchilaridan biriga aylandi. Xitoyda esa agrar muhandislar va suv xo'jaligi mutaxassislarini tayyorlashga qaratilgan keng ko'lamli davlat dasturlari sohani modernizatsiya qilishga, mamlakatning ko'p sonli aholisini oziq-ovqat bilan ta'minlash darajasini sezilarli ravishda oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston ham bugun yuqori malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Biroq yaqingacha agrar va suv xo'jaligi uchun muhandislar tayyorlash borasida bir muncha jiddiy muammolar mavjud edi. Ochig'i, ushbu yo'nalishlarga ixtisoslashgan oliy ta'lim muassasalari sonining cheklanganligi, amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lgan ta'lim dasturlarining kamligi, eskirgan o'quv rejalari, fan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyaning yetarli darajada rivojlanmagani ham bor gap. Ta'lim dargohlarida zamonaviy laboratoriyalar yetishmas, xalqaro hamkorlik va ilg'or texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari cheklangan, shuningdek, kadrlar tayyorlash jarayoni ham tarmoqdagi jadal o'zgarishlarga mos emasdi. Bugungi kunga kelib vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mazkur sohalarga jiddiy e'tibor berib kelmoqda. Mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirildi. Eng muhim yangiliklardan biri Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari institutining isloh qilinishi bo'lib, unga Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti maqomi berildi. Ushbu islohotlar universitetning ilmiy salohiyati va ta'lim jarayonlarini sezilarli darajada kengaytirish imkonini berdi. O'quv dasturlari yangilandi. Suv resurslarini raqamli boshqarish, geoaxborot tizimlari, suv tejovchi texnologiyalar, ekologik monitoring, qishloq xo'jaligini avtomatlashtirish va mexanizatsiyalash kabi zamonaviy yo'nalishlar ochildi. Universitet mamlakatning suv va agrar kompleksi uchun muhandis kadrlar tayyorlaydigan yetakchi ilmiy ta'lim markazlaridan biriga aylantirildi. Shu bilan birga sohaga oid ta'lim muassasalari tarmog'i ham kengaymoqda. Masalan, Toshkent davlat agrar universitetida mutaxassislar tayyorlash ko'lami kengaytirilib, zamonaviy agrotexnologiyalar, agroinjiniring va dehqonchilikning yangi tizimlari faol joriy etilmoqda. Hududiy oliy ta'lim muassasalarida ham muhandislik yo'nalishlari rivojlantirilmoqda. Bu esa kadrlarni bevosita hududlar va agroklasterlar ehtiyojlaridan kelib chiqib tayyorlash imkonini beryapti. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, suv xo'jaligi, yerlarning meliorativ holati, agrotexnologiyalar va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohalaridagi ilmiy tadqiqot markazlarining roli tobora kuchaymoqda. Shu bilan birga, oliy ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi ham yangilanyapti. Zamonaviy laboratoriyalar, ilmiy tadqiqot maydonlari, raqamli texnologiyalar va suv tejovchi tizimlar markazlari tashkil etilmoqda. Xalqaro hamkorlik ham izchil kengayib boryapti. Bir so'z bilan aytganda, zamonaviy texnologik jarayonlar va
va tinimsiz o'zgarib borayotgan iqlim o'zgarishlari davrida sidqidildan mehnat qila oladigan yetuk mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan yangi tizim shakllanyapti. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, suv resurslarini samarali boshqarish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash muhandis kadrlar tayyorlash sifatiga bevosita bog'liq. Davlatimiz rahbari tomonidan muntazam ravishda sohani yanada rivojlantirishga qaratilgan tadbirlar, video selektor yig'ilishlari o'tkazilmoqda. Bugungi taqdimot uchun ham puxta tayyorgarlik ko'rildi. Hamkasblarimiz soha mas'ullariga kutilayotgan o'zgarish va takliflar bo'yicha savollar bilan yuzlandi. Birinchi navbatda hozirgi mana shu irrigatsiya universitetimizni kelajakda eng yetakchi universitetga aylantirish, nafaqat O'zbekistonda, mana shu O'rta Osiyoda ta'lim hubiga aylantirish maqsadida kelajakda bu universitetlarga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, dunyodagi yetakchi universitetlarning professorlarini jalb qilish, o'quv dasturi va rejalarini tubdan takomillashtirish masalalari qo'yilyapti. Va natijada hozirgi kunda mana shu universitetimiz top 500 talikka kirgan bo'lsa, kelajakda 300 talikka kirgan universitetga aylanish kerak. Bizning talabalarimiz ham ushbu universitetning diplomiga ega bo'lgandan keyin dunyodagi Yevropaga borib, Amerika va shunga o'xshagan davlatlarda o'zini sohasi bo'yicha ishlash imkoniyatini beradigan diplomga ega bo'lishadi. Ya'ni kelajakda talabalarimiz mana 3-kursdan boshlab ish bilan ta'minlanish kerak. Eng asosiysi hududni rivojlantirish bo'yicha ham bugun topshiriq olamiz. Har bir hududga bu yerda bitta universitetning yetakchi professori mas'ul bo'ladi. U hokimning maslahatchisi bo'lib shu yerda xizmat qiladi va hududdagi muammolarni biz hamkorlikda yechishga biz butun universitetning salohiyati yo'naltiriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev bugun qishloq va suv xo'jaligi uchun muhandis kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yuzasidan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Unda ko'p sohalarda ilm real hayotdan uzoqlashib ketgani, qishloq va suv xo'jaligida ham ayrim yirik loyihalarni amalga oshirishda ilmiy asoslash va ekspertizaga yetarlicha e'tibor qaratilmayotgani, olimlar va tadqiqotchilarning salohiyatidan to'liq foydalanilmayotgani qayd etildi. Natijada ba'zi loyihalar kutilgan samarani bermayotgani ta'kidlandi. Hozirgi kunda Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universitetida 11 mingdan ortiq talaba tahsil olmoqda. 7 ta fakultet, 37 ta kafedra va 38 ta ta'lim yo'nalishi faoliyat yuritmoqda. Bitiruvchilarning bandlik darajasi 93% ni tashkil etadi. Universitetda xorijlik talabalar va professor o'qituvchilarning soni ham izchil oshib bormoqda. Yig'ilishda ta'kidlanganidek, universitet faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri ta'lim, ilm-fan va amaliyot o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlashdan iborat. Aynan shu o'zaro bog'liqlik muhandislik texnologik kasblar rivoji uchun mustahkam poydevor yaratadi. Chunki bunday integratsiyasiz haqiqatdan ham mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlash va tarmoq taraqqiyotini ta'minlash mushkul. Taqdimot davomida Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti professor o'qituvchilari ishtirokida yangi tizimni joriy etish taklifi ilgari surildi. Unga ko'ra, universitet olimlari hududlarga tashrif buyurib, hokimlarning ilmiy maslahatchilari sifatida faoliyat yuritadilar. Joylarda ular ilmiy ishlanmalarni amaliyotga tatbiq etish, zamonaviy yechimlarni joriy qilish hamda sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarga amaliy ko'mak ko'rsatish bilan shug'ullanadilar. Bunday yondashuv ilmiy yutuqlarni real sektorga tezroq joriy etishga xizmat qiladi va tarmoq samaradorligini yanada oshirish imkonini beradi. Shu bilan birga muhandis kadrlarni tayyorlashda nazariy va amaliyot uyg'unligini ta'minlash maqsadida dual ta'lim tizimini keng joriy etish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Taklif etilgan yangi tizimga ko'ra talabalar 4 kun nazariy bilim oladi. 2 kun ishlab chiqarish korxonalarida haq to'lanadigan amaliyot o'taydi. Jumladan suv xo'jaligi yo'nalishida suvni tejash va sug'orishni samarali tashkil etish, gidrotexnika va gidroenergetika sohasida kanallarni betonlash, smeta tuzish va kichik gidroelektr stansiyalari qurilishida ishtirok etish, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash yo'nalishida texnikalarni tayyorlash va hosilni yig'ishtirish ishlarida qatnashish imkoniyati yaratiladi. Taqdimotda mamlakatimiz suv resurslarining katta qismi transchegaraviy manbalarga bog'liqligi ko'rsatib o'tildi. Shu bois suv resurslari sohasida diplomat kadrlarni tayyorlash muhim strategik vazifalardan biri ekani ta'kidlandi. Universitetda tashkil etilgan xalqaro suv diplomatiyasi magistratura dasturini kengaytirish va davlat granti asosidagi qabul o'rinlarini ko'paytirish taklifi ma'qullandi. Bu dastur orqali qo'shni davlatlar uchun yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash ko'zda tutilgan. Taqdimotda universitetning ilmiy innovatsion salohiyatini kuchaytirishga qaratilgan yangi tashabbuslar ham ma'lum qilindi.
Xususan, dronlardan foydalanib, ekin maydonlarini monitoring qilish, hosildorlikni prognozlashtirish, zararkunandalarga qarshi kurashish kabi xizmatlarni kosmik monitoring ma'lumotlari asosida ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishni yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Shu maqsadda universitetda dronlarni boshqarishga o'qitish kurslari joriy etiladi. Kosmik tadqiqotlar va sun'iy yo'ldoshlar laboratoriyasi, kompleks ilmiy tadqiqot laboratoriyalari tashkil etiladi. Bundan tashqari universitetda raqamli boshqaruv va KPI tizimlarini joriy etish, ta'limning uzluksiz maktab, texnikum, universitet ishlab chiqarish zanjiri asosida kadrlar tayyorlash tizimini shakllantirish bo'yicha rejalar ham ma'lum qilindi. Taqdimot yakunida davlatimiz rahbari qishloq va suv xo'jaligi sohalari uchun muhandis kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, ilm-fan va amaliyot uyg'unligini ta'minlash hamda ilg'or texnologiyalarni keng joriy etish bo'yicha mutasaddilarga tegishli ko'rsatmalar berdi. Bugungi taqdimotda hurmatli prezidentimiz qishloq va suv xo'jaligi sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish borasida qator vazifalar belgilab berdi. Shular qatorida hurmatli prezidentimizning tashabbusi bilan dual ta'lim tizimining yangi shakli joriy etildi. Ya'ni talabalarimiz o'zining ta'lim yo'nalishidan, xususiyatidan kelib chiqqan holatda uzluksiz ishlab chiqarish amaliyotida 6 oylik muddatda muntazam ishtirok etib boradilar. Ya'ni aynan suv xo'jaligi sohasida ta'lim olayotgan talabalarimiz aynan vegetatsiya davrida suv tejovchi texnologiyalarning, tuproqning meliorativ holati, ekin turlari, suvni yetaklash, suv o'lchash bilan shug'ullanadigan bo'lsa, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash sohasida ta'lim olayotgan talabalarimiz qishloq xo'jaligi texnikalarini mavsumga tayyorlash, texnik ko'rikdan o'tkazish, ekish va yig'ishtirish olishgacha bo'lgan davrda to'la to'kis ishtirok etishadi. Bundan tashqari aynan mana shu fakultet talabalari respublikamizda faoliyat yuritayotgan yirik qishloq xo'jaligi texnikalarini ishlab chiqaruvchi korxonalari Agrotech Max, Toshkent traktor zavodi hamda Belorussiyaning Minsk zavodlarida ham 6 oylik amaliyotda to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarishda ishtirok etishadi. Shuningdek, gidrotexnika qurilishi va gidroenergetika yo'nalishida ta'lim olayotgan talabalarimiz esa irrigatsiya tarmoqlarini betonlashtirish, loyihalarni tayyorlash, smeta xarajatlarini hisoblash jarayonida to'g'ridan to'g'ri o'zlari ishtirok etadi va bu jarayon noyabr oyidan to 1-aprelgacha o'quvdan ajralgan holatda amalga oshiriladi. Bu o'z navbatida talabalarimizni nazariy ta'limini amaliy ko'nikmalari bilan to'ldirib boyitib boradi va kelgusida bevosita shu kasbga o'zining mehrini, sadoqatini oshirish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, bugungi qarorda hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab bergan vazifalarning yana bir asosiylaridan bittasi bu hududdagi mavjud muammolarni o'rganish va tadqiqot ishlarining natijalarini hududdagi mavjud muammolar bilan integratsiya qilib, ularga ilmiy asoslangan yechimlarni tavsiya etishdan iborat. Buning uchun universitetimizda loyiha ofisi tashkil etildi. Ilmiy tajriba laboratoriya uskunasida universitetda o'tkaziladigan bo'lsa, dala sinov tajribasi aynan o'sha mavjud muammoli hududlarning fermerlarning dalasida o'tkaziladi va o'z navbatida prezidentimiz aytgandek, bugungi dissertatsiya ishlarining hayotiyligi ham aynan mana shu joyda ta'minlab beriladi. Universitetda prezidentimizning tashabbusi bilan xalqaro suv diplomatiyasi magistratura mutaxassisligining joriy etilishi bu chinakamiga tarixiy voqea bo'ldi mintaqa uchun. Transchegaraviy suv munosabatlari bo'yicha kadrlar elitasi aynan O'zbekistonda tayyorlanadi. Yana bir topshiriq berildi hurmatli prezidentimiz tomonidan. Dual ta'limini amalga oshirish jarayonida transport xarajatlari, yo'l xarajatlari, yashash xarajatlarini ham hurmatli prezidentimiz tomonidan to'liq moliyaviy masalasi hal qilib berildi va 2026-yil uchun 10 milliard so'm mablag' ajratildi. Bu o'sha talabalarning bevosita dalalarga chiqib tadqiqot ishlarini amalga oshirish uchun xizmat qiladi. Shuningdek, mazkur qarorga asosan universitetimizda kosmik kuzatuv stansiyasi barpo etiladi. Xitoyning bir nechta kompaniyalari va korporatsiyalari bilan, shuningdek, eng mana shu sohada ilg'or bo'lgan universitetlari Harbin fan va texnikalar universiteti bilan ham ilmiy ham akademik faoliyat bo'yicha hamkorlik qilmoqdamiz va universitetning kelgusida 2028-yilgacha ishlab chiqiladi va kosmik suratlardan olinadigan tasvirlarni aynan mana shu tashkil etilayotgan laboratoriyada qayta ishlov berib, shu ishlov asosida ilmiy asoslangan yechimlarni, tavsiyalarni olimlarimiz yil davomida berib borishadi.